Ipotekaga bir xona yevro remontli uy so'ragan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumani 11-kvartalda joylashgan bir xona ikki xonaga o'zgartirilgan neoklassik uslubda ta'mirlangan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganlaringiz uyimizni asosiy xonasi, birinchi xonamiz, o'zining yumshoq mebellari va TV zonalari bilan birgalikda. Bu yerda esa oshxonamizni o'rnini balkonga ko'chirib, bu yerda yotoqxona qilib qo'yib, yotoqxonaga o'zgartirib qo'yilgan. Yotoqxona spalnilari, shkaflari bilan ko'rib turganlaringdek, oshxonamizda esa 1,5 uch bo'lgan balkonimizga o'zgartirib ko'chirishgan. Ko'rib turganinglarda bu yerda ham kerakli barcha mebel va texnika yaxshi sifatlisidan qo'yilgan. Uyimiz katta yo'lda yuzida joylashgan. To'g'rimizda novostroykalar tushgan yangi Uchtepa Avenue. Uyimiz 4 qavatli binoning 3-qavatda joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 33 metr kvadratdan iborat. Glavniy eshikdan kirib kelish va o'zini razdelniy sanuzellar. Vannamiz va hojatxonamiz. Ushbu uyimizning mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor 11-kvartal Uchtepa Nalogiy chorrahasida yangi Uchtepa Avenue Novostroyka ro'parasida katta yo'lda yuzida joylashgan ushbu uyimizda videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda uyimiz egalari 58.500 AQSh dollar narxlashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsioniyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.